Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozodaxon opajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Alaykum assalom. Albatta, men edim. Opajonim, salomatmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat. Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapman. Men loyiha boshlovchisi va Ofat xonim guruhi a'zosi Madinaxon bo'laman. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Albatta, ha shunaqa edi. Rahmat, mehribon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu munosabat bilan siz uchun Ofat xonim guruhi ijodkorlari, barcha a'zolari nomidan, super ijodkorlar nomidan tabriklarni yo'llab, opajonimiz Ofatxon opamiz siz uchun chiroyli dilizxorlari bilan bizga murojaat qilganlar va ushbu dilizxorlarni sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar tayyor bo'lsangiz, ruxsat bersangiz, o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Albatta, o'qib berishingiz mumkin, marhamat. Xo'p, bo'ladi opajonim. Assalomu alaykum qadrdon. Qalbga yaqin. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Umr yo'llaringiz gullarga, hamyoningiz pullarga to'lsin. Hamrohingiz baxt, sog'lik, salomatlik va doimo go'zallik bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Doimo go'zal yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz, ezgu orzularingiz bo'lsa, barchasiga yetishib yuring. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Shu jumladan bugun guruhimiz a'zolaridan o'z tavallud kunlarini nishonlayotgan Ilhomjon aka, Murodjon aka hamda sohibaxon o'g'illarimizga ham uzoq umrlar va sihat salomatlik, qilayotgan ishlariga esa rivoj, oilalariga tinchlik, xotirjamlik, dasturxonlardan to'kin sochinlik, xonadonlardan fayz, baraka arimasin deya tilaklar bildirib qolamiz. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Super ijodkorlarim, ijodingiz yuksak cho'qqilarga parvoz etib, martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Sizlar eng pokiza ko'ngil sohibalarisiz. Ijoddan to'xtamanglar. Sizlarni barcha Ofat xonim guruhi a'zolari yaxshi ko'radi. Azizim, dunyoda shodlik bor bo'lsin. Ana shu shodliklar sizga yor bo'lsin. Qalbingiz quvonch va shodlikka to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Gullarning eng go'zal gullari sizga, so'zlarning eng shirin so'zlari sizga. Tabassum yarashar gul yuzingizga. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohimning sevimli bandasi bo'ling. Ilohim 90 yuzlarga kiring. Dunyo shodliklari sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Yana bir bor super ijodkorlarga tavallud topgan kunlari muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Doimo oqibatimizga ko'z tegmasin. Sizlarni Alloh sevintirsin deya Ofat xonim guruhi rahbari Ofatxon opamiz o'z dilizxorlarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga, Ofat xonim guruhi a'zolariga va Ofatxon opajonimizga aytmoqchi bo'lgan dilizxorlaringiz va gaplaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab olish imkoniyatingiz bor opajon. Albatta, avvalambor sizga rahmat. Chiroyli yetkazib, o'qib berganingiz uchun ovozingiz xasta bo'lmasin. Ofat opamdagi alohida rahmat. Bugun ikkinchi surprizlari. Juda ham xursand bo'ldim. Opamlar har qanaqangi vaziyatda, har qanaqangi vaqtda doim qo'llab-quvvatlab kirmay qolsam ham sizni tabriklar yozib turadigan eng zo'rgaradan opajonlarimdan birlari. Joylari sog' bo'lsin. Ijodiy yo'llarida zafarlar, omadlar tilayman. Aziz dastur boshlaganlar, shu yo'llarda omad, zafarlar tilayman. Hech qachon xasta bo'lmasinlar. Va tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan sohibaxonlar Ilhom aka so'zlarimizga alohida ularga ham tashakkur va tabriklarni izhor etaman. Rahmat kattakon. Men xursand bo'ldim. Eng yaxshi kunlarimdan biriga aylandi. Bugun o'ta yaqinlarimdan surprizlar so'z bo'ldi. Rahmat sizga ham, sizni jamoatga ham alohida rahmat, omad tilayman. Sizga ham rahmat. Qisqa muddat ichida qalbingizga quvonch, yuzlaringizga kulgu tabassum ulasha olgan bo'lsak, biz bundan benihoyat mamnunmiz opajonim. Kuningiz yaxshi o'tsin, yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat opajon, sizga ham omad, sog' bo'ling. Sog' bo'ling opajon.